Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi darsimizda ro'yxatlar lists bilan ishlashni o'rganamiz. Bugun nimani o'rganishimizni sanab oladigan bo'lsak, list nima va nimaga kerak? List ro'yxatlar bilan ishlash, list elementlarini qo'shish, o'chirish va yangilash. List uzunligini aniqlash, ro'yxat bo'ylab sikllar yordamida harakatlanish kabi tushunchalarni o'rganamiz va amaliyotda sinab ko'ramiz. O'zi list nima va u nimaga kerak? Dasturlashda bir nechta qiymatni bitta o'zgaruvchida saqlash zarur bo'lishi mumkin. Masalan, bizda 5 ta talabani ismi bo'lsa, hozirgacha o'rgangan bilimlarimizni ishlatgan holatda uni quyidagicha saqlaymiz. Ya'ni 5 ta stringli o'zgaruvchi yaratib olamiz va ularning har bittasiga talabalarning ismini berib chiqamiz. Bu talabalarimiz 5 ta emas, 10 ta, 15 ta bo'ladigan bo'lsa, o'zgaruvchilarimizning ham soni shunga yarasha bo'ladi. Bunaqa saqlash bu to'g'ri ish emas. Chunki talabalarimiz juda ham ko'p bo'lib ketsa, bu oxiri yaxshi bo'lmaydi bunaqa saqlashni. Bunaqa ma'lumot bilan ishlash qiyin bo'ladi bizga. Talabalarimiz 100 ta, 1000 ta bo'ladigan bo'lsa, 100 ta, 1000 ta o'zgaruvchi e'lon qilish kerak bo'ladi. Bu holatda soddalashtirish uchun list ro'yxatdan foydalanamiz. Ya'ni mana keyingi slaydimizda ko'rib turganimizdek talabalar nomli list ochamiz va uning ichiga hamma talabalarning ismini yozib qo'yamiz. Bu talabalarimiz hozir 5 ta, lekin ular 100 ta, 1000 ta bo'lsa ham yangi o'zgaruvchi ochish kerak emas. Shu listni davomida yozib ketsa bo'ladi. List bizga nimaga kerakligini tushunib oldik. Endi unda qanaqangi amallar qilish mumkinligini birin-ketin ko'rib chiqamiz. Avval nazariya qismini o'qib olamiz, undan so'ng esa bularning hammasini kodda yozib ko'ramiz. List yaratish va unga ma'lumot joylash. Dart tilida list yaratish juda ham oddiy. Bu rasmda ko'rsatilgandek list deb yozamiz. Ikkita shunaqa chiziqcha orasiga ma'lumot turini yozsak bo'ladi. String, int, double, boolean yozmasa ham bo'ladi. Keyin o'zgaruvchining nomini yozamiz. Barobar ro'yxat uchun ikkita to'rtburchak qavs ochiladi va ichini bo'sh qoldirsa ham bo'ladi yoki ichiga quyidagi misoldagi ma'lumot berib ketsak bo'ladi. Mana biz talabalarni yozib oldik. Endi uni print qilsak, bizga shunaqangi natija chiqib kelyapti. Ya'ni ikkita to'rtburchak qavsning ichida talabalarning ismlari chiqyapti. Biz endi hamma talabalarning ismini oldik, lekin masalan uchun menga aynan Dilshod ismini olishim kerak bu listdan. Buni qanaqasi qilamiz? Buning uchun listning ichidagi elementlarga murojaat qilishimiz kerak bo'ladi. Bu listimizda har bitta elementda o'zini indeksi bo'ladi. O'sha indeksini ishlatgan holatda har bitta elementni o'qiy olamiz. Bizda dasturlashda sanoq ham 0 dan boshlangani uchun bu listimizdagi indekslar 0 dan boshlanadi. Ya'ni bu misolimizda listimizda Ali, Begzod, Dilshod turibdi. 3 ta talaba. 0, 1, 2 indekslar bor. Print talabalar 0 desak, Alining ismi chiqib kelyapti. Talabalar 1 desak, Begzod. Talabalar 2 desak esa Dilshodning ismi chiqyapti bizga. Bizda hozir 3 ta talabaning ismi bor va 0, 1, 2 orqali 3 ta talabaning ismini oldik. Lekin agar indeksga 2 dan uzun son beradigan bo'lsak, ya'ni 3, 4, 5 va undan katta sonlarni beradigan bo'lsa, bu bizda xatolikka olib keladi. Ya'ni bizda u element yo'q. Shunga ehtiyot bo'lish kerak bo'ladi. Biz boya aytdik, listga biz qo'shimcha ma'lumot qo'sha olamiz bizga kerak bo'lgan paytda. Buning uchun quyidagicha qilinadi. Ya'ni bitta element qo'shish uchun add funksiyasidan foydalaniladi va ichiga o'sha elementni berib yuborish kerak. Lekin agar bittadan ko'p element qo'shish kerak bo'lsa, bir vaqt o'zida add all funksiyasidan foydalaniladi. Bunda ichiga list berish kerak bo'ladi. Boya biz bitta element bergandik, ya'ni string berdik. Talabaning ismini berdik. Add funksiyasining ichiga.
add all funksiyasining ichiga esa talabalar ismini ro'yxatini berish kerak. Va biz buni berdik va bu listimizga muvaffaqiyatli qo'shildi. Endi agar dasturimizning bitta joyida listimizdan elementni olib tashlash kerak bo'ladigan bo'lsa, uni ham qilishimiz mumkin. O'chirish uchun bir necha funksiyalar bor. Ulardan ikkitasini ko'ramiz. Bu remove va remove add. Remove funksiyasidan foydalanayotganda ichiga element berish kerak, ya'ni talabani ismi stringni berish kerak bu holatda. Talabalar.remove begzod yozdik. Agar element emas, uni indeksi bilan o'chirmoqchi bo'lsangiz, .remove add dan foydalanasiz va ichiga o'sha indeksi berish kerak bo'ladi. Mana bizda 10 ta talabalarning ismi bor. Bu talabalarning hammasini ko'rib chiqmoqchimiz va ismlarini print qilmoqchimiz. Buni qanaqasiga qilamiz? Buni print talabalar 0, print talabalar 1, print talabalar 2 va hokazo qilib yozishimiz mumkin. Lekin biz buni qanaqasiga optimallashtirishni oldingi darslarimizda ko'rgan edik. Ya'ni buning uchun biz for loopidan foydalanamiz, sikllardan foydalanamiz. Bunda quyidagicha qilamiz. For int I barobar 0, I kichkina talabalar nuqta length va I plus plus. Kodimizning ichida print talabalar I deymiz. Talabalar length bu bizga listimizning uzunligini taqdim etadi. Keling, endi bu o'rgangan narsalarimizni kodda yozib ko'ramiz. Mana kodimizni ko'rsak, bu yerga biz list yaratdik. Buni ichiga ma'lumotlarni ham berdik. Ali, Bekzod, Dilshod va qolgan talabalarning ham ismini yozib chiqdik. Va uni print qilib ko'ryapmiz. Mana talabalarning ismi bizda print bo'ldi. Biz yana buni quyidagicha ham qilishimiz mumkin. Bo'sh list e'lon qilamiz. Buni run qilsak, bizga bo'sh chiqib kelyapti. Va keyinchalik bu listga ma'lumotlarni bersak bo'ladi. Endi run qilsak, bu yerda talabalarning ismi chiqyapti bizda. Bu listni yaratish va unga ma'lumotlarni joylash. Endi list ichidagi ma'lumotlarga murojaat qilish quyidagicha bo'ladi. Indeksini yozib murojaat qilamiz. Listga yangi element qo'shish uchun biz bitta element qo'shish uchun .add metodidan foydalanamiz. Mana hozir Elbek bor ekan. Anvar qo'shaylik bu yoqqa. Listimizda Anvar ismi yo'q. Qo'shdik. Endi run qilsak, talabalarda oxirgi Anvar ham qo'shilyapti. Bu bitta element qo'shishi bitta turadi. Endi ko'p elementlarni qo'shish uchun .add all dan foydalanamiz. Bunda add all ni ichiga list berishimiz kerak. Boya esa bitta element berayotgan edik. Mana ko'rishimiz mumkin, oxiriga Farruh va Jasur ismlari qo'shildi. Bizda ikkita Farruh bo'lib qoldi. Chunki oldin bo'lgan ekan Farruh ismi bu yoqda. Listdan element o'chirish esa quyidagicha bo'ladi. Biz elementni o'zini berib remove o'chirsak bo'ladi va joylashgan joyini aytib ham o'chirsak bo'ladi. Hozir bu yozganimizdan keyin print qilsak, Ali va Bekzod bizda yo'q bo'ladi. Mana Ali va Bekzod bizda yo'q bo'ldi. Endi hamma bu tepadagi talabalarning ismlarini bitta-bitta ko'rib chiqmoqchimiz. Uning uchun for loopidan foydalanamiz.
Mana ko'rib turganingizdek, talabalarning ismlari ketma-ket bizga print bo'ldi. Mustaqil vazifa. Keling, endi listlarni ko'rib o'rganib oldik. Bu bilimlarimizni mustahkamlash uchun mustaqil vazifani bajaring. 5 ta meva nomi saqlanadigan list yarating. Listimizda stringlar bo'lar ekan. Ro'yxatga yangi meva qo'shing. List ichidagi hamma mevalarni ekranga chiqaring. Mana biz vazifamizda berilgandagi mevalar nomli list ochib oldik. Unda hozir bizda olma, anor va behi bor. Unga biz apelsinni qo'shdik va undan so'ng esa mevalarni har birini print qilib chiqdik. Run qilsak bizda anor, olma, behi va apelsin turibdi. Siz bu mevalarga yana mevalar qo'shib ko'ring, ba'zi mevalarni olib ko'ring. Shunda bilimlaringizni yanada mustahkamlagan bo'lasiz. Siz allaqachon dasturlashni muhim tushunchalarni o'rganib, kod yozishni boshladingiz. Har kuni yangi bilimga ega bo'lib borayotganingiz juda ham yaxshi. Agar tushunmagan joylaringiz bo'lsa, qayta ko'rib chiqing. Amaliy mashg'ulotlarni bajaring va hech qachon taslim bo'lmang. Keyingi darslarda ko'rishguncha